Hozirgina transfer amaliyotini yakunlab chiqdik. Patsientamiz bizga birlamchi 4,5 yillik bepushtlik bilan murojaat qilganlar. Multifolikularniy tuxumdonlar bir necha marotaba stimulyatsiya o'tkazdik, ammo homiladorlik bo'lmadi va inseminatsiya amaliyotini o'tkazganimizdan keyin patsientamiz homilador bo'ldilar, ammo afsuski homila kichik muddatlarda rivojlanishdan to'xtab qoldi. Shunda uzoq kutmaslik maqsadida bular bilan eko protokoliga kirishdik va ekoimiz natijasida 6 ta embrion muzlatib qo'yishga muvaffaq bo'ldik. 6 ta embriondan albatta genetik tahlil o'tkazdik va 2 ta embrionni bachadon ichiga ko'chirib o'tkazsak ham rezultat natija bo'lmadi. Bugun duo qiling, ikkinchi embrion transfer bo'ldi va bugun ham bachadon ichiga chiroyli 2 ta a'lo sifatli embrionni ko'chirib o'tkazdik. Bizga va patsientimizga omad tilang, xudo xolisa chiroyli natijalar bilan bo'lishaylik. Aslida kunim bugun yaxshi xabar bilan boshlandi. 12 kun oldin o'tkazgan 2 ta transfer amaliyotimizdan ham patsientlarimiz homilador bo'lib, menga bugun chiroyli hig'chalarni yubordilar. Albatta ularning tarixlari bilan siz bilan bo'lishaman.